Assalomu alaykum qadrli futbol ishqibozlari. Mana butun dunyo intizorlik bilan kutgan, millionlab yuraklarni bir maromda urishga majbur qilgan ulkan to'qnashuv arafasidamiz. Bugun Parij va London ikki buyuk poytaxt, ikki buyuk orzu yashil maydonda to'qnash keladi. Ha, vaqt o'z so'zini aytdi. Kecha tarix ortda qoldi. Bugun yana yangi davr, yangi qahramonlar davri. Ha, to'g'ri aytdingiz. Bugun o'zgacha kun. Yillar davomida bu kubokni faqat tushida ko'rgan. Ushbu cho'qqiga chiqish uchun ne sinovlardan o'tgan jamoa mana shu yerda turibdi. Bugun Arsenal orzusiga yetgan kun bo'lishi mumkin. O'z tarixida ilk bor ushbu muqaddas kubokni Londonga olib ketish uchun borini berishga tayyor. Lekin raqib ham oddiy emas. Parijliklar o'z taqdirlarini yozmoqchi. Stadiondagi muhitni ko'ryapsizmi? Butun Yevropa, butun dunyo jumbushga keladi. Tribunalar yonmoqda. Emotsiyalar eng yuqori nuqtaga chiqdi. Bu shunchaki o'yin emas. Bu hayot-mamot jangi. Hozir hamma bir savolga javob izlamoqda. Kim yengar, kim bilar? Artetaning shogirdlarining taktik mukammalligimi yoki Parijning yulduzlari shiddatimi? Maydonning har bir qarchida haqiqiy jang bo'ladi. Hech kim taslim bo'lishni istamaydi. Hech kim ortga chekinmaydi. Ha do'stlar, katta sahnaga chiqish vaqti keldi. Tarix ko'z o'ngimizda yozilmoqda. Unday bo'lsa, hayajonni va Chempionlar Ligasi final taxtini his qilaylik. Sizning fikringiz, Arsenal tarixda ilk bor chempion bo'ladimi yo bo'lmasam PSG ketma-ket ikkinchi bor kubokni bosh uzra ko'taradimi?